Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlari. Ko'pchilik so'ragan ruchnoy selka apparatini ishlash jarayoni akalar, mana tekshirish. Xo'p. Ichiga hozir no'xatga nastroyka qilingan ekan. 12 sm ga don mahsulotimiz mana ekyapti. Ekishlarini ko'rishingiz mumkin. Ekishlari juda ham zo'r akalar, tashlash razmerlari ham juda ham zo'r. Ko'pchilik selkalarga akalar ahamiyat bersalar, bir xil joyga ikkitadan, bir xil joyga bittadan tashlab yuboradi. Bu juda ham bexato ekadigan selka apparati bo'ladi. Ichki sistemalarga ham bitta ahamiyat bersalar, ichki sistemalar ham eng yaxshilaridan foydalangan, shuni hisobiga bexato tashlalyapti akalar. Akalar, ko'rishingiz mumkin. Bu video Xitoydan premo ketyapti akalar. Kimga mana shu turdagi selka apparatlari va shunaqa bexato ekadigan selka apparatlari kerak bo'lsa, ekranga nomerimni qoldiryapman, aloqaga chiqsanglar, kelishtirib ham qilib beraveramiz. Keyin ko'pchilik so'raydi, faqatgina no'xat ekadimi degan akalarimiz uchun bu tomonda mana nasatkalari bor. Xohlasangiz mana mayda moshniki, xohlasangiz kattaroq moshniki, xohlasangiz no'xatniki, xohlasangiz anaqa katta don mahsulotlaringiz bo'lsa ham bularga ham, undan tashqari bu tomonda makka, undan tashqari maydaroq urug'lar uchun ham hammasiga akalar ichida selka apparatining ichida nasatkalar o'zi komplekt holatda bo'ladi, bemalol. Biz o'zimizning do'konimizga kelib, do'konimiz Farg'onada, Farg'onani avval 7 buloq degan joyda akalar. Do'konimizga kelib bemalol mana shu turdagi selka apparatlaridan xarid qilsanglar bo'ladi va bundan tashqari boshqa assortiment ham do'konlarimizda bor akalar. Ekrandagi nomerga telefon qilsanglar bemalol eng arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Xitoydan o'zimiz birinchi qo'l olib boramiz. Shuni hisobiga Xitoyda hozir shuni hisobiga Xitoyda o'zidan akalar premo sizlarga ko'rsatib boryapmiz. Boshqa turdagi selka apparatlari ham bor, bemalol u turdagi selkalarga ham mana aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hamma vaqtda turgan selka apparatlarimizda o'zimizda 100% mavjud akalar. Bemalol aloqaga chiqib sotib olsanglar bo'ladi.